Ana shu qo'shnilarim necha yillardan beri soyamga salom berishadi. Shu bir narsani umidida bo'lsa kerak-da. Ilgari ishi ham bo'lmasdi. Har kuni shu ahvol. Voy. Bugun o'rtoqlar bilan mazza qilib o'tirdik. Yana ichib keldingizmi? Bunaqa yurishlaringizni sal kamaytiring. Biz oilangizni, farzandingizni o'ylayman-da. Menga qara u. Senga o'zi nima yetishmaydi, ha? Qorning to'q, usting but bo'lsa, undan tashqari mana bunaqa dang'ilama uyda yashasang. Nima xohlaysanlar o'zi mendan? Sharoitdan noladigan joyim yo'q. Yeganim oldinda, yemaganim orqada, lekin sizga bir narsa bo'lsa, nima degan odam bo'lamiz? Qo'ni-qo'shnilar nima deydi? Bizni ham bunday o'ylang. Nimalar deyapsan, ha? Menga hech narsa bo'lmaydi. Meni Zokirboy deyshadi. Tushundingmi? O'sha aytayotgan qo'ni-qo'shnilaringchi meni ko'rsa to'r bukilib salom berishadi. Buni hammasi mendagi boylikning orqasidan. Shuning uchun hurmat qilishadi. O'g'ling qani o'zi? Chaqir. Abdurahim. Sekin. Voy Sigiro, sizni kutib hozir uxladi. Darsini qildi, namozini o'qidi. O'g'ling o'qib olim bo'larmidi yoki namoz o'qib eshon bo'larmidi? Astag'firulloh deng, dadasi unaqa demang. Astag'firulloh deng. Boylik, obro', e'tibor bu baxt degani emas-ku. Bo'ldi, ko'p gapirma, yig'ishtir. Boshimni qotirma. Pulim yana kamayib qoldim. Tavba. Xonzoda. Qayerda yuribsan? Choy tayyorladim. Pulimni sen oldingmi? Qanaqa pul? Ko'rganim yo'q. Ichida ko'p pul bor edi, kamayib qopti. Qachon qarama, so'ramasdan arzimagan pulni olganing olgan. Undan ko'ra so'ra, beraman o'sha pulni. Nimaga xohlasang ishlat. Adasi, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Menga pul kerak bo'lsa, o'zingizdan so'rayman-ku. Nima? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Bu uyda sen bilan Abdurahimdan boshqa hech kim bo'lmasa, Abdurahimga til tekkizmang. O'g'lingiz bu ishlarni qilmaydi. O'ylab gapiryapsizmi? Adasi, to'xting. Hozir ko'ramiz. Qayerga berkitdi ekan-a? Buvam vafot etgan payt men 12 yoshda edim. Rahmatli buvam menga bir ishni qilib yurishimni tayinlab vasiyat qilgan edilar. Men har doim ertalab turib bomdod namozini o'qiyman. Buvam va buvam haqqiga duo qilaman. Alloh ularni o'z rahmatiga olsin. Keyin otamning haqlariga duo qilaman. Alloh dadamni bilib bilmay qilgan va qilayotgan gunohlarini o'zing kechir. Mana, bugun ham yana o'zimning har kungi qilayotgan to'g'ri yoki noto'g'ri ishimni qildim. Namozimni o'qib bo'lib, dadamning xonasiga kirdim. Dadam chiroyli uyquda uxlab yotgan edilar. Oldilariga kelib, ustlarini yopib qo'ydim. Men dadamni qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar baribir yaxshi ko'raman. Chunki u meni otam. Dadam yaxshi insonlar. Shundan so'ng men har kungi qiladigan ishimni qildim va stol ustidagi dadamning karmonini ochib, uning ichidan yana pul oldim. Meni qilayotgan ishlarimni Alloh o'zi kechirsin deb, pulni olib asta-sekinlik bilan ko'chaga chiqdim va mahallamiz yaqinida joylashgan novvoyxonaga bordim.
Nonvoy amakimdan yana 12 ta non oldim. Nonvoy akam otamni haqlariga duo qildilar. Keyin shu nonlarni mahallamizdagi kambag'al qo'shnilarga birin-ketin tarqatib chiqishni boshladim. Har bir uyga kirganimda mana shu nonlarni dadam berib yubordilar deb aytdim. Alloh o'zi har balodan asrasin, boyligi bundan-da ziyoda bo'lsin deb duo qilishardi. Buvimni Alloh rahmatiga olsin. Menga shu ishni vasiyat qilib ketgan edilar. Ey, butun olamlar parvardigori, Robbim Alloh, o'zing barcha narsaga qodir egam, o'zing meni bilib bilmay qilayotgan gunohlarimni kechirgin. Otamni o'zing hidoyat yo'liga boshlagin. Qilayotgan xatolarini o'zing kechirgin. Yo Robbim, men shunchalik baxil inson bo'ldimmi? Qo'shnilarim salom bersa, ular mendan nimanidir umid qilyapti deb o'ylabman. Ayolimga ham bekordan bekor do'q bo'psa qilibman. Axir hamma yutuqlarim ortida rahmatli onamni, farzandimni xayri ihsoni, ayolimni duolari turgan ekan. Men ojiz, adashgan bandangni o'zing kechir. Dada, Bolajonim, bolam, dada. bu meni aybim. Meni kechir. Xo'p, Xo'p, lekin bir narsani bilib qo'y. Yaxshilik yo'lida qilingan o'g'rilik baribir o'g'rilik hisoblanadi. Tushundingmi? Shuni unutma. Bu yog'iga endi savobni birga qilamiz. xo'p. Bolajonim. Meni ko'zimni ochdi. Sen bilan faxrlanaman bolam. Rahmat senga. Bolam. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Mana ko'rasan. Alloh o'ziga behisob shukrlar olsun. Shukr, qizga shukur. Baxtli oilamni o'zing asragin.